To'xtab turinglar. Hammaga salom, sizlar bilan yana shu Kompot. Bugun yangi videomga xush kelibsizlar. Bu videoda men sizlar kutmagan yangilikni qilaman. Bizning qishlog'imizga Noob Pro hacker va ya'ni Oltinvoy keldi. Bu videoda eng uzun uylarni ko'rib chiqamiz va ulardagi to'siqlardan o'tib ko'ramiz va sizlar bilan birgalikda unga ovoz beramiz. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, hoziroq bitta like bosib, obunani bosib, yeb ichishga narsa olib kelinglar. Birinchi o'rinda Noobning uyini o'tamiz. Salom Noob. Kim yutadi deb o'ylaysan seningcha? Albatta mening uyim eng zo'ri. Pro'ni ko'ramiz. Salom Pro. Salom Kompot. Pro, kim g'alaba qozonadi bu jangda? Albatta men yutaman-da bunda. Yaxshi. Men hakkerning oldiga boraman. Hacker, nima gaplar? O'zingni kompyuterlaring bilan zerikmayapsanmi? Men hozir kelaman. Salom Oltin bobo. Salom bolaginam. Bu jangda kim yutishi muhim emas. Muhimi men yutaman. Yaxshi. Men sizga ishonaman. Omad tilab qolaman, Oltin bobo. Obunachilar, biz birinchi o'rinda har doimgidek Noobning uyidan boshlaymiz. Sizlar o'zingizlar ham kommentda baholash esdan chiqmasin. Noobning uyi har doimgidek Noob. Nima? Lavami? Bu yerda lavadan boshqa narsa yo'qmi, Noob? O'tib ko'rgan bilasan, sen meni jabsan qilmayapsan shekilli, ha? Noob, shu oddiy lavalardan meni qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Bu enga cho'rt emas-ku. Keyingi xonaga o'tamiz bo'lmasa obunachilar. Adashmasam men bilaman bu yerda qanday o'tish kerakligini. Bu daraxtni sindirib olsak, hozir men o'zimga cho'p yasab olaman. Bu yerdan ikkita cho'p yasaymiz va biz yana daraxt chopib turib, kirka yasab olib easy bu yerdan o'tib ketsam bo'ladi. Noob baribir noobligiga boradi. Shunchalik ham bot uy bo'ladimi? Kirka tayyor. Toshlarni chopamiz. Birinchisi bo'ldi. Tez bo'lishimiz kerak. Bolalar hali bizda oldinda yana 3 ta qahramonlar qarab turibdi. Daraxt qo'yib yuboribdimi? Noob ham ancha o'zgaribdi. Oz qoldi, qani? Ozgina qoldi. Oxirgi daraxtlar va loylar. Va biz bu yerdan o'tib oldik. Qanday xona bu? Nima? Nega bu yerda betonlar turibdi? Lavami? Bu yerdan sakrashim kerakmi? O'tib oldik bunisidan ham. Bizga endi keyingi xonamizda nima bu? Oddiy yo'l. Nima? Ko'rinmas bloklar bormi? Asta-sekin. Va bundan ham o'tib oldik. Nima? Parkur? Lavali parkurmi? O'ta yomon ko'radiganimdan-ku. Qani? Bitta qoldi. Va biz bu yerdan uddaladik. Noobni oddiygina hovlisidan o'tib oldik, obunachilar. Bu yerda sovg'a nima? Noob shunchalik ham past bo'ladimi? Bu loylarni men nima qilaman endi? Vaqtim ketganiga achinyapman. Tezroq biz Pronikiga borishimiz kerak. Tezroq bo'l. Bu yerdan qanday chiqaman endi? Noob nima qilib tashlagan? Noob. Nimalar qilib yubording? Noob, sen uying unchalik qiyin emas, lekin sovg'alarga tupurib qo'ydim. Hozir tezroq yo'qolishim kerak men bu yerda. Biz tezroq Proning uyiga kirmasak bo'lmaydi. Pro, sen uyingga kirishni boshlayapman. Tayyormisan? Qani? Davay, tezroq bo'lishimiz kerak. Sandiq, kitob, nima deb yozilgan? Buning tagida nimadir bor? Pro, yana bizni qanday chalg'itmoqchi bo'lyapti? Pro, endi nima qilamiz? Pro, bu seni eng uzun uying deb o'ylagandim. Nechta qatorlar bor? 4 ta, 5 ta qator bo'lib ketgan. Qanday bundan o'tsam ekan? Nima qilish kerak? Loylarni hammasini chiqarib tashlash kerak bu yerdan, keraksizlarni. Va men bu yerdan qanday o'tishni o'ylashim kerak? Nima? Bu yashirin xonami? Bu yerga tezroq tushmasam bo'lmaydi. Bu sirli yo'lakka o'xshayapti. Qani sekin, astalik bilan. Yaxshi, Pro, ancha qiynayapsan odamni. Sekin o'tib olishimiz kerak bu yerdan. Tepaga. Asta-sekinlik bilan bu yerdan chiqib olaman. Bu sirli xonadagi nima endi? Pastda tikonlarmi? Bu men uchun unchalik qiyin emas. Osonga sakrab olsam bo'ladi, lekin tepada blokmi? Qanday sakrash mumkin?
Qani? Ehtiyotkorlik bilan asta hop ana o'tib oldim. Bu yerda pechkalarmi? Bu yerda nimadir topish kerakmi? Obsidian nimalar bo'lishi mumkin? Qani hammasini qarab chiqay. Oh, bu yerda nima? Portal qurolimi? Qanday? Bu yerga otib ko'raymi? Iya, pastga bo'lib qoldi-ku. O, ana tepaga. Va oppa! Bu xonasidan o'tib oldik. Obbo pro. Bu yerda qilichmi? Buni olib olaman, kerak bo'lib qoladi. Bu yerda sakrashim kerak. Yana parkur hop. Oz qoldi tushib ketishimga. Ochamiz va yana bitta shu yerga. Qani? Hop, bunga ham o'tib oldim. Endi bu yerdan osongina o'tib olsak ham bo'ladi. Va tabriklashlar mumkin biz. Yana bitta xonaga o'tib oldik. Bu temirlarmi? Pechkalarda temirlar bor ekan. Hamma temirlarni olaylik-da. Adashmasam bu yerdan vagon yasab o'tib ketsak bo'ladi. Qani, ozgina yetmayapti va oxirgi temir. Bu yerdan endi vagon yasaymiz va osongina chiqib ketamiz. Yaxshi ketyapmiz. Sekin. Ya, nima? Yaxshi-hamki suvga tushdim. Sal qolganda o'lib ketishim mumkin edi, obunachilar. Va bu yerni astalik bilan chiqib olsam, asta sekinlik bilan nima? Yana bu yerda parkurmi? Parkurlar zeriktirdi-chi. Provni yaxshilab tarbiyasini berish kerak parkurdan. O'zini shu parkurga tushirib qo'ysam, eplolmaydi. Bu yerda reyolis konga o'xshayapti va sekin, asta sekinlik bilan parkurlar jonga tegdi. Narvonga hop, temirga sekin hop, oz qolib, oxirgisi portal qurolim bor yaxshi-hamki. Bu yerga bitta va bu yerdan sakrab o'tib olsak bo'ladi. Va biz yana nima? O'sha xonaga o'xshayapti. Adashmasam biz yutganga o'xshaymiz. Bu men uchun sovg'alarmi? Hammasini bitta ham qoldirmasdan olaman. Pro, senga kattakon rahmat. Hammasini olaman, hech qaysi qolib ketmaydi. Va biz sekin astalik bilan chiqamiz. Like'larni bosib qo'ygan bo'lsanglar, u almazlar, obsidianlar hammasini ishlataman. Menga juda ham kerak bo'ladi. Proga kattakon rahmat bunaqa priz uchun. Obunachilar, Pro yutadimi yoki noobmi? Komment izohlaringizni qoldiringlar. Hammasini bo'lib olamiz. Men juda ham boyib ketaman bunaqada. Obunachilar, ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, shu videoda 50 ta like va biz hacker va oltin mamoni uylarini kuzatamiz. Xayr.